Assalomu alaykum birodarlar. Bugun aylanishga emas, bugun ishlashga ketyapman nasib bo'lsa. Havo bulut, lekin ozgina salqin, issiqchasi ham bor qandaydir. Odamga yoqadigan havo bo'lyapti. Do'stlar, Yuliy aka sizlarga hozir bitta narsa ko'rsataman. Bu Rossiyani hamma joyida bor deyarli. Vau, avtobus urib ketyapti. Rossiyani hamma joyida bor deyarli bu. Mana qaranglar. O'zimizda ham mana shunaqa narsalar tashkil qilsa qanday bo'ladi? Men bu yerni qulflab qo'ysam, zamok o'tkazib. Hech kim ocha olmaydi. Qattiq mana qarang. Bemalol ochib, bunday suvni to'ldirib, bunday yopib. Bismillah. Do'stlar, bu joyga ham to'xtamasdan o'tib keta olmadim. Prosta mana qaranglar. Manzarani qaranglar. Voy, hozir o'rmonga kiramiz. Prosta borku bu toza havoda, bu tanga havoda borku. Shaharda yurganlar borku, bu joylarda borku. Orzu qiladi, nima deydi? Havas keladi, kiygisi keladi, lekin ishdan chiqa olmaydi, kela olmaydi-da, qaranglar. Prosta asablar, miyalar dam oladi-da. Shuncha daraxtlar, hammasini bir boshlab qiramiz, uy quramiz. Yaxshi kayfiyatda boshlayapman sizlarga. Kelib turinglar mana shunaqa o'rmon joylarga. Bu asablar dam oladi, tomosha qilib maza qilasizlar. Do'stlar, obyektga ham keldik. Xudo xolasa men bu yerdan vozduxotlar chiqarib boshlayman hozir. Hamma xonadan keladi-da, hammasi turbalar. Men bu monsterga ulanadi. Bu konditsioner. İşte boshlaymiz hozir. Do'stlar, rapor olsa 6 soatda bo'ldim. Mana bu uyda va ana uyda. Qo'llarimni qaranglar, qanday bo'lib ketdi. Qop-qora bo'lib. Mana bu qo'limni ko'rsating. Mana qorib ketdi. 3 soat unga, 3 soat bunga ketdi. 10 ming, 20 ming 6 soatga. Mehnatga yarasha o'tib ketdi, oralab yurdim. Tomda o'zi bo'lmadi, oson bo'lmadi. Rosa charchadim. Sog' bo'lasizlar.